Arterial qon bosimi uyda o'lchash texnikasi. Buning uchun bizga tonometr va fonendoskop kerak bo'ladi. Qon bosimini o'lchashdan avval bemorlar tinch holatda 5-10 daqiqa davomida o'tirgan bo'lishlari, kofe, sigaret chekmagan bo'lishlari va o'tkir jismoniy mashqlar bilan shug'ullanmagan bo'lishlari lozim. Qon bosimi bemor o'tirgan holatida, to'liq stulga suyangan holatida va qo'l stol ustida yurak sathida bo'lganda o'lchanadi. Doimo bu ikkita shlanka qo'l ustida, ustki sathida turishi lozim. Xuddi shu tarzda o'rnatiladi. O'rnatganimizda aynan qo'lim bo'g'im qismidan 2 sm yuqorida va qo'l bir barmoq yoki 2 barmoq sig'adigan darajada siqib turmasligi kerak. Tonometr o'lchovini orqa tomonida siqadigan yoki ilgakli qismi bilan tonometr qistirib qo'yiladi. Bilak qismidagi katta tomir topiladi va fonendoskop shu sohaga qo'yiladi. Klapan yuqoriga buriladi va havo purkagichi yordamida qon bosimini oshishi mumkin bo'lgan yuqori darajagacha havo beriladi. Mana yopdik va havo purkagichi yordamida kutilishi mumkin bo'lgan qon bosimigacha ko'tariladi va asta-sekinlik bilan klapan ochib boriladi. Va birinchi eng qattiq kelgan ovoz tukullagan va eng oxirgi tukullagan ovozga ahamiyat beriladi. Birinchi tukullagan ovoz sistolik, ikkinchisi esa diastolik qon bosimi bo'ladi. Birinchi ko'rsatkichga qarab shoshilinch xulosa chiqarmang. 1-2 daqiqadan keyin yana qayta o'lchanadi. Arterial qon bosimi kamida 2 marta o'lchash lozim. Agar orasidagi farq katta bo'lsa, 3 marta o'lchanadi. Agar uyda yotoq bemorlar bo'lsa, xuddi shunday texnikada yotoq bemorlarga ham arterial qon bosimi o'lchanadi. Arterial qon bosimini o'lchayotganda iloji boricha qo'llar ochiq holatda kiyimlardan xolis bo'lish zarur. Arterial qon bosimi ikkita qo'lda ikki xil bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin, lekin biroz farqlanadi. Agar ikkita qo'lda arterial qon bosimi keskin darajada bir-biridan farq qilinsa, unda shifokor ko'rigiga borish lozim. Va shuni eslatib o'tamizki, arterial qon bosimini yuqori ko'rsatkichlarga ko'tarilishi infarkt va insultga birinchi qadam. Shuni unutmang.